Andrew Adamski degan tadqiqotchi qo'ziqorinlarga elektrodlarni tiqib, ularning ichidagi bioelektrik impulslarni o'lchab ko'rib, analiz qilganida so'zlarni eslatadigan signallarni ajrata olgan. Albatta, odam so'zlarini emas, lekin muloqot qilish uchun ishlatiladigan 50 ta so'zga o'xshagan signallarni aniqlaganman deb aytgan. Lekin boshqa olimlar buni xato tushuncha deb inkor qilishgan. Ammo qo'ziqorinlar bir-biri bilan muloqot qila olishni emas, balki Andrew aynan qandaydir aniq so'zlarni topa olganini inkor qilishgan. Muloqot qobiliyati esa 100% haqiqat. Chunki funguslar o'z iplari orqali ma'lumot va signallarni bizni internetimizdan ham tezroq u yoqqa bu yoqqa yuborishadi. Ular sizni muhokama qilishadi. Tabiatda yurgan paytingizda oyoq ostida va hattoki ichingizda ham.